Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Muhtaram aziz jamoat, bugungi mavzuimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilgan oylari Rabiul Avvalning birinchi oylaridan bo'lgan. Muarrix, tarixshunos ulamolar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Rabiul Avvalning 9-sida tug'ilgan desalar, ba'zi tarixshunoslar 12-sida tug'ilgan deydilar. Chunki u vaqtlarda tug'ilishlik kunlari, oylari hech kimga qiziq emas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fil yilida tug'ilganlar. Habashdan bir toifa kelib, fillar bilan Ka'bani buzib tashlayman deb e'tiqod qilib turgan paytida Alloh abobil qushlarni jo'natib, har bir qush og'ziga kichkina bir toshdan olib kelib ustiga tashlaydi, boshidan tushib askarlarni orqasidan chiqib ketadi. Shunchalik kuchli toshlar bo'ladi. Hammasini qirib yuboradi. Ana shu yilda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilganligi haq bo'lgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'firullah va rafa'na laka zikrak, biz sizni zikringizni baland qilib ko'tarib qo'ydik deydi. Bir odamni agar Alloh ko'tarsa, dunyo jam bo'lib tushirib yuboraman desa ham tushira olmaydi. Bir odamni Alloh past qilib qo'ysa, u o'zini qancha ko'taraman deb butun dunyo odamlari ham ko'taraman desa ham baribir pastkastigicha qolaveradi. Alloh haq subhanahu va taolo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zi ko'tarib qo'ydi. O'zi ko'targan zotni hech kim tushira olmaydi. Va rafa'na laka zikrak, sizni zikringizni biz oliy qilib qo'ydik, balandga ko'tarib qo'ydik deydi Alloh taolo. Alloh har birimizni zikrimizni o'zi ko'tarsin. Bizlarni ham xuddi shunday baland zikrda ushlasa Alloh hech kim uni tushirib yubora olmaydi. Biz yaxshi tushunaylik. Har bir narsa, keluvchi narsalar Allohdandir. Alloh haq subhanahu va taolo va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi Qur'oni Karimda. Biz sizni butun olamga rahmat qilib tushirdik dedi. Bu rahmat butun olam his qiladigan darajada bo'ldi. Hech kim bu rahmatdan xoli qolmaydi agar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashsa. Ergashgan kishilar doim bu dunyoda va u dunyoda rahmatda bo'ladi. Mana qarang, dunyo o'tkinchi. Har birimiz bu dunyoga tug'ilgan bo'lsak, kimlarni xursand qilgan bo'lsak, ota-ona, aka-uka, opa-singil dunyodan forig' bo'layotgan chog'imizda mana shular xafa bo'ladi. Yig'laydi. Aslida Alloh bizga shu umrni berdi. Mana shu dunyoda ko'radigan ko'rgiligimizni ko'ramiz va oxiratga rihlat qilamiz. Oxirat bu haq narsa. Abadul abad qoladigan joy bizga oxirat bo'ladi. Bu dunyo bizga sinov. Hayotda qoqiladi, turadi, yuradi. Kimdir dinida qoqiladi, turadi. Kimdir dunyosida qoqiladi. Birodarlar, dinda qoqilishlik fitnaga sabab bo'ladi. Dinda qoqilishdan Allohdan panoh so'raylik. Mana har xil toifalar bor. Hizbiylar bor, salafiylar bor. Biz avvalgi suhbatlarimizda ham aytganmiz. Ana shunday qoqilaydigan toifalarga tushib qolmaylik. Har bir odam dunyoda xoh yaxshi bo'lsin, xoh yomon bo'lsin, Alloh unga qadar qilib yozib qo'ygan narsasini ko'radi. Lekin odamga ixtiyorlikni berdi. Biz mana shu ixtiyorlikdan to'g'ri foydalanib, ahli bid'atlarga, ya'ni bid'atchilarga tushib qolmasdan to'g'ri hayotimizni olib borsak, inshaalloh qiyomatda ham Allohning rahmatiga sazovor bo'lamiz. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, biz sizni butun olamga rahmat qilib jo'natdik deydi Alloh taolo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Bu rahmatga hayvonlar ham yetdi. Jonivorlar, dunyodagi barcha jonzotlar ham mana bu rahmatdan tatib ko'rdi.
Shuning uchun biz Allohning rahmatini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vositasi orqali oldik. Modomiki odamzod bu dunyoda dinida qoqilmasa, bu eng katta baxt bo'ladi. Dinida fitnalanishlikdan Alloh saqlasin bizni. Bu dindagi fitnalanishlik yo diningdan qayt deb yolg'on narsalar bilan bizni aldashlik yoki har xil toifalarga aldanib kirgitishlik. Mana bu dindagi fitna bo'ladi. Dunyodagi fitnalar boshiga yetadigan musibatlar. Dunyodagi fitnalarga sabr qilsa, unga hech qanday qiyinchilik yo'q, dini butun bo'lsa bo'ldi. Ammo dinida butun bo'lmay qolsa, Allohning huzuriga borsa, Alloh uni xohlasa azoblaydi, xohlasa jannatga o'z fazli bilan kirgizadi. Bizga eng muhimi dinimizda fitnalanmaslikdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bizga rahmatan lil olamin qilib, butun olamga rahmat qilib jo'natdi Alloh. Biz bu faxrni qo'lga kiritaylik. Alloh tayyor berib qo'ydi bizga.